jinsiy olatning deformatsiyalaridan bo'lgan fimoz kasalligini ko'rib chiqamiz. Fimoz kasalligi bu jinsiy olatning sunnat terisi deymiz. Shuni chaqaloqlardagi jinsiy olatni glans penis deymiz, boshchasiga yopishib qolishligi va uni orqaga ochmoqchi bo'lgan paytda ochilmasligini fimoz deyiladi. Fimozda asosan kelib chiqishi bu infeksiyalar, gigiyenaga rioya qilmaslik. Bizda kichik yoshlarda o'sha 3-4, eng kech qolsa 7 yoshlarda sunnat qilinadi. Deylikki o'sha sunnatgacha bo'lgan davrlarda ham fimoz bilan albatta murojaat qilishadi. Buning uchun mutaxassis bo'lish kerak va uni ochib, tozalashga yordam berib va odatda qayta yopishib qolmasligi uchun shu kortizolli kremlardan surkab qo'yilib, to sunnatgacha parvarishini olib boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.